1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 920 cm uzunlikka ega bo'lgan va balandligi 2 metr tashkil qiladigan. Eniga esa 2.45 o'lchamga ega bo'lgan ushbu polipriset samovarlarimiz sotuvga tayyor akalar. 80 tonna yukni o'z bag'riga sig'dira olishga mo'ljallangan. 12-20 balonli qo'sha balonlar 3 mostdan tashkil topgan 25 tonnagacha bitta mostni yukka ko'tarishga mo'ljallangan samovarimiz. Akalar, baquvvatli ko'ringlar, ramalar juda ham baquvvat holatda ishlab chiqarilgan, sotuvga tayyor akalar. Narx-navosi qiziq bo'ladigan bo'lsa, albatta sizlarni Toshkent Motors avtosalonida kutib qolamiz. Pastda qolgan nomerga telefon menejerlar sizlarga to'liq ma'lumotlar berishadi. Akalar, ushbu samovarimizni resorlarni ko'rish mumkin. Juda ham baquvvat resorlar bilan jihozlangan, 3 ta mostdan iborat ushbu samovarimiz resorlar juda ham qalin qilib qo'yilgan bo'ladi. Va resorlar qalinligini ko'rish mumkin. Baquvvatligini hisobiga 25 tonnagacha yukni o'z bag'riga sig'dirish imkoniyati, ya'ni yuk ko'tarishga mo'ljallangan bo'ladi. Ushbu samovarimizni bemalol aytgandek pastda qolgan nomerga telefon qilinglar. O'zini gidrobatchoklarimiz mavjud. Bu yerda zapaska balonimiz va yuk ko'tarishi oxirgi nimasidan boshlanadi. Mana bu yerda ko'tarish berishga mo'ljallangan. Ag'darib berish funksiyasi ham bor ekan, xudo xolasa akalar. Ushbu shtorkalarimizni shtorkar varianti va shtorkar varianti onsiz bo'ladi va buni devor qalinligi 8 mm hisoblanadi akalar. Pol qalinligi esa 10 mm ga mo'ljallangan, ya'ni qalin holatda ishlab chiqarilgan akalar. Ushbu samovarlarni xarid qilish uchun albatta Toshkent Motors avtosalonlariga tashrif buyuring. Pastda qolgan nomerga telefon qilib, batafsil to'liq ma'lumotlar olsangiz, narx-navosi sir emas akalar. Narx-navosi albatta telefon qilganda hamma ma'lumotlar aytiladi.